Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jayzo. Astagfirullah. Mazam. Bola bu videomizda biznesmen hayot 3-qismini olamiz. O'tgan videoda juda zo'r nima desam, juda ko'p prosmotr va layklar ketdi bola. Shuning uchun 3-qismini olishga qaror qildim. Boshladik. Bola kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Yaqinda 200 ta bo'lamiz. Mana bola kim shetdan parkur qiladi deb o'yladim. Bola yaqinda videosini ham chiqarmoqchiman. Buning uchun shu videoga 20 ta like qo'ysanglar, men juda ko'p videolar chiqishni boshlaydi bolalar. Shu video 4-qismini olaman bolalar. Bola nima? Voy, oyog'im. Voy. Mana bolalar, sochlarimizni ko'raylik. Necha deydi? O, 2000 dollar deydi bolalar. Oy, sotuvchi salom. Salom. Bola necha dollar degandi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hozir 5 gacha soniman obuna bo'lib like bosib kommentariyaga yozinglar. Davay 5 gacha soniman. 1 2 3 4 5. Bola yozinglar deb umid qilaman. Mana bola. To'g'ri topdinglar. 2000 dollar. Ovqatlanib oling. Onlarga sotuvchi ketdim. Salom sotuvchi. Salom. Orqangda do'kon seniki? Ha, meniki. Sotiladimi? Ha, sotiladi. Menimcha sotilsa kerak, to'g'rimi? Ha, sotiladi. 2000 dollar ekan, o'sha 2000 dollarni marketga qo'yaman. Mayli. Qaysi biriga qo'y? Xohlaganingga qo'ymaysan. Xo'sh, mana shunda 20 ta qo'yamiz. Mana 20 ta qo'ydim. Mayli, do'kon seniki. Bola endi do'konli bo'ldi. Do'kon yuritamiz. Olib tashladim. Bola uni uyim haligacha sotaman. Voy, salom sotuvchi. Salom. Men bu yerni sotib oldim, seni endi boshlig'iman. Mayli. Ko'ringchi. Bola kerak narsalar bor ekan. Bunda nima bor? Bunda krab bor ekan. Somon, daraxt urug'i bu 25 dollar. Tarvuz 50 dollar ekan bola. Somon 2 stak ekan bola. Mana pechka, verstak 90 dollar, pechka 100 dollar. Mana krab kerak menga tarvuz olaman. Endi o'zim do'konim bola olaman. 10 ta olaman men. Men ketdim, ishlayver. Hop. Xo'sh. Bugungi videoda nima qilamiz bola? Albatta obuna bo'lib like bosasiz. Nima qilamiz? Buni endi sindirib olish kerak bola. Ustar qani bola? Ustarimizga qo'y, ustar qo'ymanman. Ustar yasayman bola. Bundan keyin mana qayerda o'tiramiz deysizlar, kattalashtiramiz. Shu yerda keyin o'tiramiz. Qayerdan? Bu yoq emas. Mana shu tarafga. Sal kattaroq qilmoqchiman bola. Xato qo'yib yubordim.
Mana ko'rib ham olamiz hozir. Mana yana bitta to'g'irlasam juda zo'r bo'lib ketadi. Mana. Bundan mana bunday qilsam yetmasgan bo'ldi. Hozir yasab kelaman. Taxtam bor, mana ota drop qilamiz va taxta olib ketamiz. Olib kelamiz, olib ketamiz debman. Bu tarafdan ketaman. Daraxt chopib kelaman bo'ldi. Xola men daraxt chopib kelgunimcha siz obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Chaqvolik videoni yoqaman. Xola mana 39 ta daraxt chopdim. Уже tun ham bo'lyapti. Endi uyga borib uxlash kerak. Hop. Mana. Mana turdim bolalar. Endi mana bu yerda to'g'irlashtirish kerak edi. Onu estakkan edi. Mana shu parfüm bo'shatganman. Ko'p narsa bo'lib ketdi. Mana bu toshlar kerak emas. 39 ta temirim bor ekan bolalar. Ularni pishirib olaman pastga tushib. Bu kerak emas. Pullarni ham solib qo'yaman. Ozgina turaversin. Bularni ham bola video yozilmay qolgan ekan. Mana bu shaxtaga tushib chiqdimman. Shu o'sha yeri yozilmay qolibdi. Buning uchun uzr so'rayman. Endi nima deymiz? Bir-biram yuziga qaytarib bo'lmasa. Agar shitirlashlar bo'layotgan bo'lsa, bolalar uzr so'rayman. Menga nima kerak? Taxta kerak. Bundan ko'p kerak bo'ladi. Bundan bitta. İşte. Endi nima kerak? Mana bundan olsam, mana bo'lish yetsa kerak. Mana shekil. Pastga qo'ydim. Mana bu shitirlab bo'ldi-da. Bunu bu suyda noto'g'ri bo'lib ketdi bolalar. Bolalar, bugungi videomiz 15 daqiqalik bo'ladi. Xo'sh, ozgincha kattalashtirish kerak ekan. Voy, xato qo'yib Yana xato qo'ydim. Bunu buzib mana shunday qilsam chiroyli bo'lsa kerak. Tushib ketishimga sal qoldi-ya.
Ben bundan koyamiz bekle. Bunu to'g'rilashtirib yuboramiz. Mana. Endi ajoyib bo'ldi. Tushma pastga. Qanaqa qo'ysam ekan? Yana xato qo'ygandim. Oynam yo'q. Oynoq ekan bo'ldi. To'xtiradi. Qalay zo'r chiqdim bola. 10 ballik sistemadan nima beramiz anu? Bal beramiz 10 ballik sistemadan. Yog'on to'g'rilaymiz hozir pastga tushib keling. Tepaga chiqish kerak. Mastga chiqib olsam edi. Yo'q. Mastdan bitta blok qo'yib qo'yaman. To'xtiradi. Mana. Yana nechta kerak? 4 yana 2 marta kerak. Anaqasidan bitta kerak. Shundan bitta. Noto'g'ri bo'lib qolibdi. Mana bolalar, uyimiz ham tayyor bo'ldi. Mana bolalar, bugungi video shundan iborat edi. Bugungi videomizda mana bu uyimni 3-darajani to'g'riladik va mana bu do'konni sotib oldik. Keyingi qismda mana bu do'konni yuritamiz bolalar. Mana bo'ldi. Shu video 1000 prosmotr bo'lsin bolalar. 20 ta like va 160 tadan keyin chiqadi bolalar. 160 ta bo'lsak-da bo'ldi. Xayr bolalar.